Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Gladik. Bilaman, bu videoning ikkinchi qismini ko'rdinglar, Telemdast qismini kutdinglar. Mana videomiz ham chiqib qoldi. Ikkinchi videomiz xudo xolasa 500 ta obunachidan keyin chiqadi bolalar. Bu videomizda men sizlarga bir ikkita TDM uchun kerakli narsalarni aytib o'taman va undan keyin iPhone'da masshtabda qaysi bir qo'shilganini tushuntirib o'taman. Hozirgi dasturlarimiz Android uchun ham, iPhone uchun ham. Qaranglar bolalar, Arena rejimida adashib ketdim. O'zimiz oddiy arenada 410 qanday qo'yilayotganki, ko'p odamlar boryapti. Maslahatim 3x ni mana qo'yib qo'yinglar. Mana meningdek mufta bilan lastik qo'yinglar. Bu eng kuchli urun beradigan TDMda 410 hisoblangan headshot berishga ham. Va ikkinchisi, har doim men birlik preslik qo'yib qo'ysanglar, almashtirishga oson bo'ladi. Va 3ga qo'yganlarga men prolinada mana shu ikkitasini yoqib qo'yasizlar. Mana shu ikkitasini yoqib qo'ysanglar, sizlarga yordam beradi bolalar. Va men nima narsa chiqadi sizlarda? Tez presini almashtirishlar uchun bo'ldi. Bu narsa zo'r hisoblanadi. Keyingi narsam bolalar, mana bu presini qizil va oqi bor. Men maslahat beraman. Nimaga ko'p TDMlar oqda o'ynaydi bilasizlar? Oqda sizlar sopernikni yaxshi ko'rasizlar. Uncha headshot bermaydi, ya'ni headshotga qaramaydi, lekin sizlarga uncha nima bermaydi, odamni fokus qaratishiga. Lekin TDMlar mana shuni o'ylaydi, chunki bunda aim ushlash va uzoqdagi odamni birga close olish osonroq. Lekin qizilga qo'yadigan bo'lsanglar, sizlar prosta headshotlarni bam berib tashlaysizlar. Ishonmasanglar, bitta mana shu qizilda o'ynab ko'ringlar bolalar. Mana bitta masalan, mana shu oqda turgan bo'lsa, qorada turgan bo'lsa, mana shu qizilda o'ynanglar. Qora imeni klassik uchun zo'r hisoblanadi. Men o'zim zaryad bo'lmagan payt qizilda o'ynayman. Qanaqadir baribir zaryad ozgina bo'lsa ham yaxshilanadi bolalar. Undan keyin iPhone uchun masshtab dedim bolalar. Bilasizlar, masshtab nimaligini ko'p odam bilmaydi. Yaqinga kirsanglar, mana shu pastda mana masshtab bor bu, to'g'rimi? Birinchisi oddiy, ikkinchisi katta bo'lib boradi. Ya'ni tekstlaringiz katta kurbi bo'lib ketadi. Meniki hozir po umnisi turibdi, chunki mening telefonim iOS 26 edi. Men uni kompyuter orqali qaytardim. 26 dan 18 ga qaytardim, chunki 26 ancha-muncha nagruska berib qoldi telefonimga. Va sizlar uchun bitta shu oddiy masshtabda o'ynay deb ko'rsatib beray dedim. Hozir bunlar o'tirib normal momentlarni qo'yib beraman sizlarga, keyin ko'raverasizlar. Bu bitta optimizatsiya qilib oldim. Siz shu optimizatsiya kerak bo'lsa, o'zimizdan olishim mumkin. Bitta optimizatsiya qildim va shunday ketaverdim. Esda tutib bolalar, qaranglar, hali telefon bitta optimizatsiya bo'lib o'yinga kirganda o'zi qanaqa rezultat beryapti. Headshotlar qaranglar. Men shotga qaranglar, men hech qirqmayapman, sizlarga ko'rsatib beryapman bolalar bittada. Bu joyda ham shunday headshot degan, men bitta ham headshot degan. Tak, o'lib ketganman. Boshni ko'rsatib beraman sizlarga. Bosh qanaqa bo'lgan, zaryad. Silliq ishlayapti. Birinchida silliq ishida. Men kurupida ham ishlatib ko'rganman. Kurupida qanaqa sizlarni joysticklarni kattaroq qilib qo'yishlar bo'ladi bo'ldi. Ya'ni nastroykalarni zo'r bo'lib turadi. Chista sizlar 10 Pro'da o'ynagandek bo'lasizlar. Qo'llarga to'g'ri keladi nastroykalar. Katta nima deya, men kurupida ham normal zaryad bo'ladi bo'ldi. Men o'zi ko'pincha shunda o'ynayman. Hozir video uchun ko'rsatib beryapman. Bu qanaqa telefonlarga zo'r. Bu 13 Pro, 13 shunaqa telefonlar bor, 13 yoki 13 Pro. Pro Maxlarga emas, menimcha shu iPhone 11, masalan 11 Pro larga zo'r hisoblanadi. Maxlarga esa albatta kurupida zo'r hisoblanadi bo'ldi. Maslahatim, agar sizda Max bo'lsa, kurupiga qo'yaman. Hozir sizlarga ko'rsatib berish uchun qo'yib qo'yaman, o'zim men kurupiga o'tib olaman. Tak, birinchi darsligimiz mana shu bo'ldi va yanada sizlarga professionalni kengaysa close pass chiqarishga harakat qilaman bolalar. Qani hamma do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Mana shu video iloji boricha chiqib ketsin Telegramda. Va 500 ta obunachi o'tgandan keyin straz video chiqadi.